Sizga bu jalyuzi yoqishi aniq. Plyus va minus tomonlarini bilib olsangiz, xarid qilishga ikkilanmaysiz. Bu jalyuzi nomi Diki. Diki jalyuzi hozirgi kunda ko'pchilikga yoqib, xonadon va ofislardan joy egallab kelmoqda. Diki jalyuzi ko'pchilikni tullarni o'zidan va tul parterlardan kombinatsiya qilingan holatlariga ko'zi tushgan. Diki jalyuzining plyus tomonlari har bir skladkasi alohida bo'ladi. Bir qismini o'zi kir bo'lib qolsa, aynan o'sha qismini o'zini yechib yuvish imkoniyati bor. Jalyuzilar zanjir va ip orqali boshqariladi. Buyurtmaga qarab bir tomonga, ikki tomonga yoki o'rtaga yig'iladigan qilish mumkin. Diki jalyuzida den yoki noch holatida romni bemalol ochib yopib foydalanishingiz mumkin. Minus tomoni bu jalyuziga razmer olishdan oldin konditsioner, tiyagi isitish turbalari va radiatorlarni hisobga olgan holda razmer olish kerak bo'ladi. Aks holatda jalyuzi siz xohlagan dizayndagi ko'rinishni bera olmasligi mumkin. Biz Ramazon hayiti munosabati bilan Diki jalyuzi ramziga katta chegirma berdik. Chegirma uchun joylar soni kam. Hoziroq ro'yxatdan o'ting. O'z joyingizni band qilib, bizning ofisga tashrif buyuring. Yaqinlaringizga chegirmada jalyuzi xarid qilish uchun bu videoni jo'natib qo'ying. Sizni ofisimizda kutib qolamiz.